Birontayam mahorat o'zlashtira olmadingmi? Har bir maktabda 3 oydan shug'ullandingmi? Lekin hech nima o'rganmadingmi? Nora, kechirasan, lekin seni sarguzashtchi qila olmayman, afsus. Qo'limdan hech nima kelmadi. Uyga qaytdim. Oyijon, otajon. Menda hech nimaga iste'dodim yo'q ekan. Endi bilaman. U holda hamma narsa o'xshamagunigacha mashq qilishdan to'xtamayman. Ustozim har doim aytardi. Agar bir narsani qaytarib qilaversang, bir payt nimadir o'xshab qolishi mumkin. Zarbalarni qaytarish. Bu men qilichbozlik darslarida o'rgangan narsam. Mashq qilaman. Ertalab, tush payti, kechasi ham. Oradan 1 yil o'tdi. Bir vaqtni o'zida 10 ta qilichdan qochishim mumkin. Menda hech qanday mahorat yo'q, lekin rivojlanish bor. Oradan 3 yil o'tdi. Birdaniga 100 ta qilich. Lekin haligacha yangi narsani o'rganganim yo'q. Agar shu tarzda davom etaversa, hech qachon sarguzashtchi bo'la olmayman. Yanada ko'proq mashq qilishim kerak. Oradan 10 yil o'tdi. Oradan 14 yil o'tdi. Har kuni tinim bilmay mashq qildim. Endi minglab qilichlar zarbasini qaytara olaman. Lekin haligacha hech qanday yangi mahoratim yo'q. Mayli. Oxirgi marta. Zarba qaytarish, kuchaytirish, tosh otish, yengil qadam bosish, olov chiqarish, yaralarni davolash. Haligi bu hamma mahoratlaringizmi? Ha, hammasi. Unda siz poytaxt maktablari haqida bilasizmi? Istalgan ustozingiz bilan shug'ullanishingiz mumkin. Bundan xabarim bor. Har bittasida bo'lganman. Hammasidami? Unda nima desam ekan-a? Demak, to'g'ri kelmayman, to'g'rimi? Uzr so'rayman. Yo'q. Hech qisi yo'q. Uzr so'rayman. Hech o'tib ketish yo'li yo'qmi? Oy. Mani yangi ishchimni xafa qilmagan, xo'pmi? Xo'jayin. Hamaki, qancha vaqt o'tdi-ya? Nima? Men seni taniymanmi? To'xtachi. Nahotki, Nor o'zingsan? Shuncha vaqt bir o'zing mashq qildingmi? Endi hammasi yaxshimi? Ha, lekin baribir qo'limdan kelgan narsa bu zarba qaytarish. Quloq sol, Nor. Har xil sarguzashtchilar bor. Eng kattalari S darajali va eng kichiklari E darajali. Atigi E darajali bo'lishing uchun bittadan ortiq mahorating bo'lishi kerak. Lekin senda ikkita ham chiqmaydi. Endi menga taslim bo'lish qoldi ekanda. Xo'sh, sarguzashtchi bo'lishdan boshqa yo'llar ham bor. Rostmi? E darajadan ham pastlari bor. Nima? Kamlar eshitgan F daraja. Ba'zilar bu darajada ekanligini ham bilmaydi. Ularga qo'shila olishim mumkin, to'g'rimi? Lekin bir sharti bor. Sen hech qanday topshiriq ola olmaysan. Kimnidir yengish yoki dalani atrofida narsa izlash. Faqat shahar ichidagi topshiriqlarni bajara olasan, xolos. To'g'risi bunga rozi bo'ladigan birorta jinni topilmadi hali.
Men hatto o'sha kishiga to'lardim ham. Oldin faqat kambag'allar bunaqa ishlarga rozi Roziman. bo'lardi. Nima deganimni eshitdingmi o'zi? Farqi yo'q. Mani yozib qo'ying. F darajali sarguzashtchi sertifikati. Rahmat. Sizdan qarzdorman. Mushaklarni kuchaytirish. Yengil qadam. Qanday baxt. Kichik davolash. Kichik olov. Tosh otish. Sarguzashtchi bo'lish va odamlarga yordam berish orzuyim nihoyat amalga oshdi. Lekin bundan ko'proq narsani so'ray olmayman. Yana ko'rishguncha Nur. Zo'r ishlading. Nor. Senga rahmat. Biz ishimizni vaqtida tugatyapmiz. Yo'q, rahmat. Nima u? Kimdir? Iltimos yordam bering. Hoy, Nor. Bahaybat. Sigir. Bunaqalarni faqat kitoblarda ko'rganman. Ular rostdan ham shunchalik kattami? Hamma joy-joyiga. Biz qizni himoya qilamiz. Nimadir qilib chalg'itinglar. Hoy, yaxshimisiz? O'lib bo'lgan. Hozir hammaliga o'lib ketishadi. Tosh otish! İş bergani yo'q. Tez ekan. Qaytarish. Kuchi juda ham ko'p ekan. Agar bir marta tezsa o'ldim deyaver. Bir amallab uni yengishim shart. Lekin qanday? Hech qanday hujum qilish mahoratim yo'q-ku axir. Qizaloq. Hali ham shu yerdami? Yengil qadam. Agar buyuk sarguzashtchi bo'la olmasam ham,
Ortimdagi muammoga duch kelgan qizni qutqarishni xohlayman. Hech nimaga qaramay, u qilichini baland ko'tarib do'stlarini asrash uchun yovuzlikni yengardi. Do'stlarini asrash uchun. Aynan mana shu sarguzashtchi degani. Zarba qaytarish. Sal qoldi-ya. O'lib ketishimga bir baqiya qolgandi. Omadim keldi chog'i. Men esa dunyoni kesib, mana shunday maxluqlarni yenga olaman deb o'ylagandim, adashibman. Kechirasiz. Kattakon rahmat. Men sizni deb tirik qoldim. Ay, Xudoga shukr. Afsuski ular vafot etishdi. Ismingizni so'rasam bo'ladimi? Ay, yo'q, unchalik muhim odam emasman. To'xtang. Lenneburg xonim. Tirikmisiz? Ha. Men Hattoki iblis ham bo'lmagan sigir meni o'ldirishiga oz qolganiga ishona olmayapman. Yanada ko'proq mashq qilishim kerak. Birinchi qism: sigirning zarbasini qaytarish. Play marketdagi anibla.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda Natsu Dragnil, Miss Nanami, Yami hamda Lego. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'linglar.